Senga qarshi birinchi bo'lib Barzini yurish boshlaydi. U ishonchingdagi odamni o'rtaga qo'yib, boshing omon qolishiga kafolat beradi-da. Barzini sen bilan uchrashmoqchi. Aytishicha barcha muammolarimizni hal qilib berarmish. U bilan gaplashdingmi? Ha. Uchrashuv tashkil etadi. Uchrashuvni bexatar o'tishini o'z zimmamga olaman. Uchrashuv meni hududimda bo'ladi. Va shu uchrashuvni o'zida seni xoinlarcha o'ldiradi. Ma'qulmi? Ma'qul. Kim seni Barzini bilan uchrashuvga da'vat etsa, o'sha sotqin bo'ladi. Shuni unutma. Mayka aytib qo'y, bu faqat biznes edi. Men uni hamisha hurmat qilganman. U buni tushunadi. Uzr so'rab. Eski oshnachiligimiz haq.